Assalomu alaykum gruppamiz a'zolari. Navbatdagi mini dom modellangan drablikamiz tayyor bo'ldi. Mana 7-8 kilo don eltadi. 3 xil setkasi bo'ladi. Eng katta setkasida soatiga 200-250 kilo chiqaradi. Eng mayda setkasi 99% un qilib berilgan setkasi bor. 100 kiloga yaqin soatiga chiqaradi. Motorimiz 3 kilovatli. Yangi Xitoy motor, aliment, past tokka ishlaydigan. Voltmetrlari bor, qizilsa o'zi tashavergan kulchatorlari bor. Mana setkalari. Mana bu eng un qilib beradigan, bunisi bug'doyni yorma qiladigan. Hozir ichida eng katta setkasi turibdi. Makkani yorma qiladigan, o'shanda sinab ko'rsatamiz. Yangi motorlar, mana motorning kitobchalari. Hop, buni narxi dastavkasi bilan 1.600.000 so'm. Dastavkasi viloyat markazlarigacha bepul. Mana granulatorimiz bor. 220 ga ishlaydigan, xuddi o'sha minini kattasi bor mana. Hali tayyor bo'lgani yo'q. Buni narxi 2,5 million so'm bo'ladi. 6,5 kilovatli katta motor qo'yiladi. Bu soatiga 300-350, 400 kilogacha chiqaraveradi. Endi donli mahsulotlarni qo'li quruqligiga qarab chiqaradi. Bunimiz hozir mana ishlatib tekshiramiz. Xudo xolasa, yaxshi. Bismillahirrohmanirrohim. Eng katta setkamiz. Bunda 50% un bo'ladi, 50% yorma qilib beradi bug'doyni. Xohlaganlaringizni chiqaraverasizlar mana. Hech don qolmadi. Ozgina don qoldi, bir hovuch. Xudo xolasa mana ichida 5 kilo don bor edi. Endi bilmayman necha sekundda chiqdi ekan, hozir o'lchamadik. Mana kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Telefon raqamlarimiz Farg'ona viloyati Qo'qon shahar telefon raqamlarimiz bor. Aloqaga chiqsalaringiz zakazga beraveramiz. Klientimiz raqamlari 6425 klientimiz. Hozir chiqarib yuboryapmiz. Mana voltmetrlarigacha bor hamma yo'g'i. Mini ro'zg'orbob uyga ishlataman deganlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.